Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi mashinamiz Nexia 2 Eurosonus mashinasi. Bu mashinamizga Lux quyib yurganmiz. Mana Luxlarni almashtirib beramiz. Oziq filtrlarni ham mana ko'rib chiroyli qilib almashtiramiz. Bu to'lib ketgan bu. Yangisini qo'yib beramiz. Oziq filtrlarni ham har moy almashtirganda ko'rib nazorat qilib turinglar, chunki bu juda ham katta rol o'ynab beradi. Mashina bo'g'ilib qolishi, tortmay qolishlari, gaz rasxodlari, benzin rasxodlari ko'payib ketish ehtimoli ko'p bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar vozdушный filtrlarni almashtirib yurishini tavsiya beramiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Xudo xolisa chiroyli qilib arzon narxlarda ishinani bitirib beramiz. Oil Houses'ga obuna bo'lib qo'yinglar. Oldindan rahmat.